vatan himoyachilarini, askarlarimizni, harbiy xizmatchilarimizni, barcha yigitlarni bugungi ayyom bilan samimiy, chin qalbimdan muborakbod etaman. Bayram muborak bo'lsin. Ichki ishlar vazirligi tizimida 15-dekabrdan 15-yanvarga qadar vatanparvarlik oyi belgilangan va shu oy dasturi munosabati bilan 3 avlod uchrashuvi, hamkorlikdagi tashkilotlar bilan mana shunday ko'tarinki vatanparvarlik ruhida o'tadigan tadbirlarimiz. Xususan bugun Toshkent davlat transport universitetining yangi binosi oldiga keldik. 75-31 harbiy qismdan maxsus vazifalarni bajaruvchi safarbarlik vзводи, favqulodda vaziyatlarda jangor vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan qizil beret sohiblari, xalqaro delegatsiyalarni kutib olish uchun mo'ljallangan faxriy qorov vзводи bilan o'zlarini chiqishlari bilan talabalar, ustozlar bilan baham ko'rdik va o'ylaymanki, har bitta o'sha yoshning ongida vatanparvarlik hissi, nafaqat 14-yanvar harbiylarning bayrami, balki har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosining bayrami desak mubolag'a bo'lmaydi.